Arpa nonni bilganlar bor, bilmaganlar bor, yeganlar bor, yemaganlar bor. Bu videoni arpa nonni bilmagan va yemagan insonga yuborib qo'ying. Arpa non insonga birinchi o'rinda sog'liq uchun foydali, insonni to'q hissini beradi va sahri bor odamlarga, non yegan payt, oddiy non yegan paytda jig'ildoni qaynaydigan insonlarga va non yegan paytida semirib ketadigan insonlar bor, o'sha insonlarga tavsiya qilinadi. Bu nonni qancha iste'mol qilsa ham insonga hech qanaqa zarari ham yo'q, jig'ildonni ham qaynatmaydi va semirtirmaydi ham va sahri bor odamlarga tavsiya qilinadi. Bu nonni yeganingizdan keyin o'zida tushuncha hosil bo'ladi. Bu non boshqa arpa nonlarni yomonlashmas, lekin bu non boshqa arpa nonlarga nisbatan farqi bunga toza arpa uni qo'shiladi. Oddiy un ham qo'shilmaydi. Va zaytun yog'i qo'shiladi va sut qo'shiladi. Mazasiga gap yo'q. Yeganlar buni juda ham yaxshi biladi. Yeganlar kommentda yozib ketinglar o'zingizlar fikringizni. Kelinglar, xarid qilinglar, nonimiz hammaga yetadi. Hozir keldi svejiy. Bugun erta Xudo xohlasa sizlarga yetkazib beramiz. Ko'proq olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsanglar, abyomga qilib beramiz. Hamkorlikda ishlamoqchi bo'lganlar ham telefon qilinglar. Va mana sizlarga ichki holatini ko'rsataman. Mana arpa nonimizni. Mana tayyor, bemalol. Mana yeb ham ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga gap yo'q. Ertalab ayniqsa nonushtaga yesangiz, sariyog'ni sutib olib, bemalol obedgacha to'qlik hissini his qilib yuraverasiz. Kelinglar, xarid qilinglar, sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.